Qo'qondan o'quvchilar kelishdi. Qo'qondan mana ertaga C toifasiga amaliy imtihonga borishimiz kerak deb kelishdi. Ikkinchi kurga aylanishyapti. Xavfli burilish 90 graduslik mashqi qay darajada to'g'ri bajarishini ko'ramiz mana. Chiziqlarni bosmadi hali mana. Bu yoqda ham hali bosgani yo'q. Yaxshi. Zo'r. Keyingi mashq chorraha. Avtodrom imtihon markazi bilan birga-bir qurilgan. Yo'laklari, chorrahasi, har bitta mashq hammasi imtihon markazi bilan birga-bir. Bu yoqda imtihon muhitini his qilib topshirasiz va imtihon markaziga borib bir urinishda amaliy imtihonlardan o'tasiz. Agar siz ham C, E, B toifalariga amaliy imtihonga tayyorlanmoqchi bo'lsangiz, sizni shu Namangan viloyati Chust tumanida joylashgan imtihon markazi bilan birga-bir qurilgan ushbu avtodromimizda kutib qolamiz. Murojaat uchun quyidagi telefon raqamlariga bemalol bog'lanishingiz mumkin.